Hurmatli prezidentimiz tomonidan hozirgina 2026-yil birinchi yarim yillik hisobotlari bo'yicha juda ham tanqidiy ruhda yig'ilish bo'lib o'tdi va har bir soha chuqur tahlil qilinib, hududlardagi, tarmoqlardagi mavjud muammolar, yechimlar va buni bajarishda loqaydlikka yo'l qo'yganlar qattiq ogohlantirishlar va choralar ko'rildi. 2026-yil birinchi chorak yakuni bo'yicha Vazirlar Mahkamasida prezidentimiz huzurida yig'ilish o'tkazilgan edi, xuddi shunday. Borib hisobot bergan edik va kafolat xat yozib bergan edik. Biz 6 oy yakuni bilan nimalarga erishamiz? Ya'ni yalpi ichki mahsulot, sanoatda, xizmatlarda, qurilishda, umuman qishloq xo'jalik barcha sohalarda ko'rsatkichlarimiz qanday bo'ladi, ishlab chiqarishimiz va ish o'rinlarida inflyatsiya darajasi hammasi bo'yicha biz kafolat berib kelgan edik va har bir raqam bo'yicha bizdan so'rov bo'ldi va bajarilishini har biri tahlil qilindi mana shu bugungi kungacha. Surxondaryo viloyati bo'yicha yalpi ichki mahsulot hajmiga men kafolat xati berganimga 0,7 yetmay qoldik. Bu bo'yicha e'tiroz bo'ldi bizga. Sabablarini biz tahlil qilgan edik. 31 ta faoliyatsiz korxonalarimiz bor edi, sanoat korxonalarimiz. Bulardan bugun 3 donaga tushirdik, faoliyat ko'rsatmayotgani. Qolgan hammasi faoliyat yo'lga qo'yildi. 3 oy davomida yo'lga qo'yganimiz uchun hajm berishga ulgurmadi. Bu o'z navbatida mana shu ta'sir qildi yalpi ichki mahsulotimizga. 9 oy natijalar bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. Sabab korxona faoliyati yo'lga qo'yilgandan keyin, ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgandan keyin hammasi sanoat ishlab chiqarishlar yalpi ichki mahsulotga ta'sir qiladi. Sanoatda qolgan sohalardagi hajmlar bajarish uchun bugun eng katta navbatda investitsiya muhim. Prezidentimiz bizga katta marram belgilab bergan. Bu yilgi rejamiz Surxondaryo viloyati 3 milliard dollar. Teng yarmini 6 oy yakuni bilan o'zlashtirib bo'ldik. O'tgan yilgiga nisbatan 180% ga o'sish kuzatilyapti Surxondaryo viloyatida. Bu o'zini natijasini bermay qolmaydi. Biz keyingi 6 oylikda men kafolat xat yozib berdim. 874 million dollarlik 15 ta investitsiya ishtirokidagi korxonalarimiz faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu ham bizni mana shu yil yakunigacha bergan kafolatimizga hajmlar berishga ulguramiz va biz belgilangan marrani erishamiz. Hammasi pirovard natijasi eksportga bog'liq. Eksport bo'lmasa sanoat korxonalari ishlamaydi. Ishlab chiqargan mahsulotlarimizni bozorini topib bermasak, bu qon aylanmaydi. Shuning uchun eksport bo'yicha bizga juda qat'iy talab qo'yilgan. Surxondaryo viloyatiga 1 milliard dollarlik marra belgilab bergan muhtaram prezidentimiz. Qariyb 400 million dollar 6 oy yakuni bilan eksport qildik. Sabab mahsulotlarimiz bilasiz Surxondaryoda 3 marta hosil olinadi. Joylarda karantin sertifikatlash tizimi, yangi tizim joriy qilingan. Bu bilan yangi bozorlarga mahsulotlarimizni eksport qilyapmiz. Hamda prezidentimiz mana bizga katta yo'l ochib berdilar. Afg'onistondagi mavjud mahsulotlarda qulay shartlarda biz olib kelib shu xalqaro savdo markazida buni qadoqlab boshqa tegishli 3-davlatga eksport qilish. Bunga logistik imkoniyatlarimiz bor, hamma sharoitlar bor, qilib berilgan. O'ylayman 1 milliard biz rejani shu prezidentimizga bergan va'damizni to'liq bajaramiz. Bugun yana eng muhim vazifalardan biri mahallabay ishlash tizimi bo'yicha alohida to'xtaldi. Viloyatlar kesimida tahlil qilib berildi. Bugun prezidentimiz nimani xohlayapti? Xalqimizni rozi qilish uchun yagona ularda bandligini ta'minlash, daromadini oshirish va kambag'allikdan chiqarish bo'yicha bizga alohida vazifa qo'yib beryaptilar. Yana bugungi mahalladagi tizimdan qoniqmayaptilar, to'g'risi. Mahalladagi ijtimoiy shartnomalar asosida reyestrdagi daromadi past oilalarni ish bilan ta'minlash. Bu borada ham mana o'tgan selektor yig'ilishida aynan shu masala bo'yicha juda qattiq topshiriq bergan edi. Surxondaryoda ishlar boshlab yubordik. 202 ta eng og'ir mahallamiz bor. Shu kambag'allik 5% dan yuqori bo'lgan. Buni alohida ajratib olib, hammasida infrastruktura ishlari ketyapti, tozalik. Boyagi prezidentimiz xohlaganda raislar uyma-uy yurib, butun yettilik bilan hammani xonadonlarni tartibga kelyapti. Bu yog'i prezidentimiz mablag' ajratib bergan asfaltga, elektriga, suviga, hamma boshqa infrastrukturalar ajratilgan mablag'lar hisobidan amalga oshirilyapti. Biz namunali qilib, Surxondaryo namunasini qilib prezidentimizga axborot beramiz va Muzrabot tumanini tanlab oldik, eng og'ir tumanlarimizdan. Bu tumandagi 37 ta mahallani to'liq tartibga keltiryapmiz. Men o'zim 2-3 marta bordim va butun oqsoqollar, nuroniylarni jalb qilganmiz va bugun yana topshiriq bo'ldi. Markaziy bank, mahalla uyushmasi birgalikda butun mahallani raislari boshchiligida katta jamoatchilik mahalla raisining bergan talabnomasi asosida mahalla bankiri uyma-uy yurib
shu aynan ishsizlarga kredit, ular bandligini ta'minlash va savdo subsidiyalar bilan bandlik idoralari bilan birgalikda ularni bandligini ta'minlash bo'yicha ishlar. Hamma rahbarlar pastga tushib, mahallada kerak bo'lsa yotasan degan topshiriq bo'ldi. Mahallada hozir men boshchiligimda hammaga topshiriq berdim. Viloyat rahbarlarini, Xunobod qilish idora rahbarlarigacha hammasini bo'lib berdik. Hamma mahallaga chiqib ketyapti. Hozir men ham o'zim Muzrabot tumani shu chekka Do'stlik mahallasiga boraman. Hamma mas'ulni yubordim. Bugundan hozirgi minutdan bizlar shu mahallada bo'lib, uyma yurib, har birimiz mana shu berilgan vazifani bajarishga kirishamiz. Va bizga bu yilga 480 ming ish o'rni, 77 mingta doimiy ish o'rnini jalb qilishimiz kerak. Biz hozir 7782 ta mikrolavhalar shakllantirib qo'yibmiz. 7,2 trillion mablag' ko'zda tutilgan. Bunda umuman muammo yo'q, resurslar ajratib berilgan banklarimizda turibdi. Faqat mana shu shakllantirib mahalla bankiri bilan biz taqdim qilsak, pullar chiqarib beradi va shu mikrolavhalar ishga tushish hisobiga biz 6,1% kambag'allikdan 2,8% ga yil yakuni bilan tushirishni reja qilib olganmiz. Va bugun eng katta bizga alohida qo'yilgan yana bitta katta talab inflyatsiya. Inflyatsiya doim ta'kidlaydilar. Bu agar inflyatsiya nima degani sodda til bilan bu xalqimizga qo'yilgan qo'shimcha soliq deb tushuntiradilar. Shuning uchun bizga tannarxni arzonlashtirasan, ya'ni tannarxni tushirish yagona yo'li energiya sarfini kamaytirish. Bugun xabaringiz bor, hamma ishlab chiqarish energiya bilan bog'liq. Shuning uchun energiyada yo'qotish va buni sarfini kamaytirish, iqtisod qilish bo'yicha aniq reja belgilab bergan. Masalan, Surxondaryo viloyatiga 117 million kilovat soat elektr energiya, 28 million kub gazdan iqtisod qilishimiz kerak va mana butun respublika bo'yicha 17,5% yo'qotishlar bor ekan. Surxondaryoda biz buni shu 438 ta transformator punktlarini tartibga keltirishimiz hisobiga bateriyalarimizni 12,5% ga tushirib oldik. Yana buni ustida ishlayapmiz. Shu bizda 6600 ta transformatordan qizildagisi 418 ta edi. Buni bartaraf qildik. Biz endi sariq toifada 700 ga yaqin sariq bor, bular bilan ishlayapmiz. Ya'ni shu kabellarni tartibga keltiryapmiz, ichki yacheykalarni to'g'irlayapmiz. Shuni o'zidan juda katta iqtisod qilish imkoniyati bor ekan. Prezidentimiz ajratgan 1,5 trillion mablag' hisobiga yangi havo liniyalari tortilyapti, yangi transformatorlar o'rnatilyapti. Umuman buni ham juda ham katta yo'qotishlarni oldini oladi. Bu rejalarni biz mana shu 6 oy yakuni bilan ikkalasini ham 160-170% ga uddalab qo'ydik. O'ylayman bu yog'iga mana hozir kunduz issig'ida iste'mol juda ham ko'payib ketgan. Agar shu prezidentimiz investitsiyalar jalb qilib, mana shu muqobil energiyani tashkil qilib bermaganda, bugun biz to'g'risi bu iste'molga yarasha elektr ta'minlanmaslik Surxondaryo viloyatida, masalan, Sherobod tumanida 500 megavatlik stansiya ishlab turibdi. Shu bizni kunimizga yarab turibdi to'g'risi. Ayni mana shu kunduz issig'ida. Buni keyingi mana mega loyiha ham Surxondaryoda hozir 1,5 ming megavat stansiyamiz ham keyingi yilga ishga tushadi. Bu bilan ertaga Surxondaryoda elektrdan masala deyarli qolmaydi. Yana inflyatsiyada go'sht balansini qilib chiqasizlar deb topshiriq berdi. Tuman-tuman, mahalla-mahalla. Haqiqatan go'shtda bugun muammolarimiz bor. Biz hozir shu tadbirkorlarimiz bilan birga bozorlarda arzon shu denov tajriba qilib ko'rdik bozorida. Xohlaganday qilib eng arzon go'shtni yarmarka do'konni ochgan edik. Kuniga 10 tonnagacha go'sht sotyapti. 300 million so'm atrofida savdo qilyapti. Shu hamma bozorlarda tashkil qilyapmiz. Boshqa bu raqobat bo'ldi. Qolganlarga qassoblar ham o'z-o'zidan narxni arzonlashtirishga olib kelyapti va inflyatsiyamizga ta'sir qildi. Inflyatsiya 3% miqdorda belgilab bergan. 3,1% bo'lib qoldi. Faqat mana shu go'sht hisobiga 0,1% biz ta'sir qildi. Keyingi safarga biz bu 3% dan pasaytirish choralarini ko'ramiz. Bunga biz va'da berdik. Bizda 10 nafar tadbirkorimiz 100 ming bosh qo'y Mongoliyadan olib kelish avgust oyiga reja qilingan. Mana hozir ertaga yana ular chaqirib, banklardan kreditlar rasmiylashtirib tayyor turibdi. Va 10 ming bosh yirik shoxli mollar olib kelishimiz kerak. Buni kafolat beramiz. Biz olib kelib, hamma loyihalar shakllantirilgan, tadbirkorlarimiz tayyor. Mana samolyotlarga juda katta imtiyoz qilib bergan hurmatli prezidentimiz, bularni ham tashkil qilamiz. Umuman aytganda hamma tuman bosh hokimlar, barcha mas'ullar bilan bugun prezidentimiz oldimizga qo'ygan barcha vazifalarni sidqidildan, vijdonan
ishlab sadoqat bilan o'zlari qayta ta'kidladilar, temir intizom va sadoqat. Biz men bosh hammamiz mas'ulmiz. Shu prezidentimiz qo'ygan talablar biz uchun qonun va xalqimizga tunu kun xizmat qilib, bizga berilgan vazifalarni bajarishga va'da beraman.